Endi tergovchilarda muhim bir savol paydo bo'ldi. 16 yoshli Lina nega halok bo'ldi? Alexning barcha manfaatlari axir Anna bilan bog'liq-ku. Ajrashish, mol-mulk bo'linishi, aliment masalalari, bularning barchasi Annaga taalluqli. Lina esa ortiqcha qurbonmi? Savolga javobni Alexning o'zi bilmasdan ochiqlab berdi. Fojia kuni ertalab otasi Linaga qat'iy buyruq bergandi. Bu uyda qolib, kun davomida dars qilishi shart. Alex qizining onasi bilan birga bo'lishini umuman xohlamagan. Demak, Alex Anna mashinasiga o'tirib, qizi uyda qolishini kutgan. Lina otasining gapiga quloq solmasdan onasi bilan birga ko'chaga chiqdi va shu tariqa rejalashtirilmagan qurbonga aylandi. Jinoyat puxta rejalashtirilgan edi. Lekin bir savol, Alex buni qanday qilgan? Axir voqea kuni u soat 12:30 da uydan chiqib ketgan, ish joyida bo'lgan. Guvohlar ham bor. Tergovchilar yana bir marta mashinani qayta tekshirishga qaror qilishdi. Noldan eng mayda detallarigacha. Nafaqat avtomobil, balki ichidagi buyumlar, uyda bo'lgan narsalar va hatto avval oddiy deb qaralgan mayda detallarni ham. Mashina ichi qayta ko'zdan kechirilganda, u yerda kundalik buyumlar bor edi. Kiyimlar, ayollar buyumlari, sport anjomlari. Aynan shu sport anjomlaridan biri tergovchi e'tiborini tortdi. Kulrang fitness to'pi. Dastlab u hech qanday shubha uyg'otmagan. Ekspertlardan biri uni sinchiklab tekshirganda shubhali holatni payqadi. Fitness to'pida kichik bir plastik tiqin yo'q. Bu tiqin to'pdagi havoni ushlab turish uchun xizmat qiladi. Tiqinsiz to'p ichidagi havo asta-sekin tashqariga chiqib ketadi. Agar to'p ichida havo emas, uglerod oksidi gazi bo'lsa-chi? Laboratoriya tekshiruvi bu taxminni tasdiqladi. Fitness to'pining ichki rezina qatlamida yuqori miqdorda uglerod oksidi borligi topildi. Yana 3 ta ochiq savol bor. Alex bu gazni qayerdan oldi? Gazni aynan u to'ldirgan qanday isbotlash mumkin? Bu usul haqiqatdan ham odamni o'ldira oladimi? Ular oxirgi savoldan boshlashdi. Ekspertlar o'tkazgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, fitness to'pi ichiga uglerod oksidini to'ldirib, tiqinni olib tashlasa, gaz sekin astalik bilan tashqariga chiqadi. Natijada avtomobil salonida taxminan 2% uglerod oksidi gazi konsentratsiyasi hosil bo'lishi mumkin. Bu o'limga olib keladigan konsentratsiyadan 4 barobar yuqori. Odamning avval boshi aylanib ongi chalkashadi. Oradan ko'p o'tmay hushini ham yo'qotadi. Hisob-kitoblarga ko'ra bunday gaz konsentratsiyasini avtomobil ichida kamida 2 soat saqlab turish mumkin. Agar ertalab Alex uydan chiqib ketgan bo'lsa ham, uning tuzog'i ishlashda davom etadi. Ikkinchi savol. Uglerod oksidi qayerdan olingan? Tergovda ma'lum bo'ldiki, u hamkasblaridan uglerod oksidi buyurtma qilishini so'ragan. Rasmiy sabab oddiy. Laboratoriya hayvonlar ustida tajriba o'tkazish. Hujjatlar hammasi joyida. Lekin laboratoriya hisobida bo'lgan gaz ballonlaridan biri keyinchalik yo'qolgan. Bu yo'qotish hech bir tarzda tushuntirilmagan. Ammo hal qiluvchi dalil hali oldinda edi. O'g'lining yotoqxonasidan kichik, lekin nihoyatda muhim detal topildi. Bu fitness to'pining plastik tiqini. Aynan mashinada topilgan kulrang to'pga mos keladigan tiqin. Endi tergovchilar voqealarning ketma-ketligini aniq ko'ra boshlashdi. U laboratoriyadan uglerod oksidini olgan, fitness to'pini gazga to'ldirgan, keyin tiqinni olib mashinaga joylashtirgan. Gaz esa asta-sekin avtomobil salonida tarqalgan. Natijada ona va qizi hushini yo'qotib, zaharlanishdan halok bo'lgan. 2017-yil 11-sentyabr universitetda navbatdagi ma'ruzasini tugatgan zahoti Alex hibsga olindi. Sud jarayoni boshlanganda bu ish butun jamiyatda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Ayblanuvchi oddiy odam emas, mashhur shifokor, professor, ko'plab odamlar uchun hurmatli inson. Shu sababli sud zaliga uning tarafdorlari juda ko'p yig'ildi. Sudda u quyidagilarni tan oldi. Laboratoriyadan uglerod oksidini olganini, fitness to'piga gaz to'ldirganini. Ammo u bularning barchasini boshqa maqsadda, uy podvalida ko'payib ketgan kemiruvchilarni yo'q qilish uchun olganini tan oldi. Fitness to'pi esa mashinaga tasodifan tushib qolganini bildirdi. Himoya tomoni ham aynan shu fikrni ilgari surdi. Ammo prokurorlar ishni butunlay boshqacha tomondan sudga ko'rsatishdi. Ular sudga uning yashirin munosabatlari, moliyaviy muammolari, oiladagi keskinliklarni taqdim etdi. Prokuror shunday dedi: "Bu jinoyat hissiyot bilan emas, sovuq hisob-kitob bilan qilingan." Sudda eng muhim burilishlardan biri uy xizmatkorining ko'rsatmasi bo'ldi. Uning aytishicha, voqea kuni Alex ishga ketishidan oldin garajga kirgan.
Onasi va qizi esa mashinaga chiqayotgan vaqtda ularning qo'lida kulrang katta fitnes to'pi bo'lmagan. Bu ko'rsatma fitnes to'pi tasodifan mashinaga tushgan degan versiyani inkor etardi. Prokuror yakuniy nutqida shunday dedi: Agar bu tasodif bo'lganda, biz ko'plab tasodiflarning bir vaqtda to'planishini ko'rardik. Ammo bu yerda tasodiflarni emas, aniq puxta tuzilgan rejani ko'ryapmiz. Hakamlar hay'ati muhokama uchun chiqib ketdi. Bir necha kunlik muhokamadan so'ng ular hukmni e'lon qilishdi. U aybdor. Bir necha yil o'tib, suddagi protsessual xatolar aniqlanganlik sababli hukm bekor qilindi. 2024-yil ish yana sudga qaytdi. Bu safar Alex advokatdan voz kechib, o'zini o'zi himoya qilishga qaror qildi. Sudda u juda xotirjam va sovuqqon turardi. Bu gal ham u shunday dedi: "Men hech kimni o'ldirmaganman." Prokuratura yana qaytadan barcha dalillarni sudga taqdim etdi. Laboratoriya xulosalari, fitnes to'pidagi gaz izlari, guvohlarning ko'rsatmalari. 2025-yil yanvar oyida sud o'zining so'nggi qarorini e'lon qildi. U aybdor. Bu rejalashtirilgan qotillik. Sud uni 2 kishining o'limida aybdor deb topdi va umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Bu qotillik oddiy qurol bilan sodir etilmagan. Bu yerda na pichoq, na o'q, na zo'ravonlik bor. Faqat bitta buyum. Kulrang katta fitnes to'pi va uning ichidagi ko'rinmas gaz. Ba'zan eng xavfli jinoyatchilar shovqinsiz tarzda o'z jinoyatlarini amalga oshirishadi. Eng dahshatli qurol esa ko'rinmaydi ham. Va eng mukammal reja ham oxir-oqibat bitta kichkina detal tufayli butunlay barbod bo'lishi mumkin. Bu safargi ishda esa o'sha detal fitnes to'pining kichkina plastik tixini bo'ldi.